Qo'rquv yo'qmi? Bor, конечно bo'ladi. Qanday qilib bo'lmaydi deydi. Qanday qilib bo'lmasin deydi. Xudo xolasa og'rimaydi, xavotir olmang. Xudo xolasa aytganingiz. O'zi gemoroy ham shogirdlar bilan teng ekanda yoshi. Ha, shunday o'zi. 30 necha yil? 37 yil bo'ldi. 37 yil bo'lsa-chi, shogirdlar bilan emas, o'zim bilan ham teng ekan. 30 hozir aytam. 35 yil bo'ldi. 35 yil bo'ldi. 1-2 yosh kichkina ekanda, ha. Paychtibiza bilan. Nimaga u sizni xafa qilmasa ham men ham xafa qilmayman deb yuraverdiz, nima qildingiz? Oxirida 3 yil bo'ldi, cheta qattiq og'rigan bo'ldi. Qattiq og'riydigan bo'ldi. Og'rimaydi, qanamaydi. Просто chiqartmaydi bo'ldi. Xuddi ikkinchi xotinday bo'lib qolibdi-da. Bu aytma. Bu xotinga o'xshab uni yaxshi ko'rish kerak emas-da. U vaqtida bezovta qildimi, ozgina qutulish kerak. Bola chaqa deb Ha, bo'pti. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Aytganingiz. Yaxshi. Aytganingiz. Duoda bo'lib turing, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Xudodan so'rab qo'ying. 30 yillik gemoroy bo'lsa ham lazerda qilamiz, xudo xolasa. Bemalol tortmasangiz bo'ladi.